Ustozni qo'lida bir necha shogirdlar ta'lim olar ekan. Ustozi bir kun aytibdi, hamma debdi, otasi nima kasb qilgan bo'lsa, shu kasbni o'rgansin va u ishda Xudodan qo'rqsin. Taqvoli bo'lsin, ya'ni Allohga taqvo qilsin o'sha ishda debdi. Ya'ni vazifa shu, hamma ota kasbini o'rganadi, o'zlashtiradi va u ishda Allohga taqvo qiladi. Sodda qahramonimiz uyiga qaytibdi va onasidan so'rabdiki, ona, endi otasi o'lib ketgan ekanda. Otam nima ish qilgan desa, bolam nima qilasan endi? Otang nima ish qilganini necha yillar bo'lib ketdi, otang ham o'lib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Boshqa bir ish qilaver. O'zing nimaga qiziqsang shuni qilaversa, yo'q, unday qila olmayman debdi. Chunki ustozimiz aytdi, hamma ota kasbini o'rganib kelsin. Endi onasi majbur bo'lib aytishga, bolam debdi, seni otang o'g'ri bo'lgan debdi. Endi ustoz ota kasbni o'rganasan dedi. Men buni o'rganmasam bo'lmaydi. Ustoz aytgani biz uchun qonun. O'rganamiz, evat u ishda taqvo qilamiz debdi endi ichida. O'g'rining taqvolisi qanaqa bo'larkin endi deysiz endi. Xullas o'zicha rosa o'rganibdi o'g'irlikni sir-asrorlarini, qanday qilib qulflarni buzadi, qanday qilib eshiklarni ochadi, kunda qaysi paytida o'g'irlik qilish kerak, qanday bo'ladi, bu hammasini endi o'zicha o'rgangan bo'pti endi, kimdan o'rgangan bo'lsa ham. Balki o'zicha tayyorlangandir. Xullas bir kuni endi kechqurun birinchi tajriba qilaman. O'g'irlikka kiraman bugun deb kechasi yarim tunda ko'chaga chiqibdi. Qo'shnisining uyiga kiraman desa, endi qo'shnining uyidan bir narsa o'g'irlash taqvodan bo'lmaydi debdi. Qo'shnining uyiga kirmaymiz debdi. Keyingi eshikka borsa, u yetimlarning uyi ekan. Yetimni ham molini olish taqvodan bo'lmaydi debdi. Undan ham o'tibdi. Shunday unisiga uni bahona qilibdi, bunisiga buni bahona qilibdi. Hech bir uyga o'g'irlikka kira olmasdan davom etdi endi. Keyin oldidan bir boyning uyi chiqib qolibdi, boy, badavlat odamning uyi chiqib qolibdi. Endi bunga kirsak bo'lsa kerak deb kechasi kirib, kalitlarni nima qilib ichkariga kirib, tunda endi yarim kechasi boyning xazinasini topibdi. Oltinlar, tillolar, qanaqadir qog'ozlar, hisoblar yozilgan daftarlar hammasini topibdi endi. Boyagi taqvolik endi biz o'g'rimiz. Aytibdi, o'zi bu boy debdi, zakot bergan ekanmi, yo'qmi, bir hisob kitob qilay deb daftarlarni ochib, boyligini hisoblab, nimasini boshlabdi-da, hisob kitobini. Daftarlardan qarab, endi ko'p vaqt o'tib ketibdi, 2-3 soat vaqt o'tib ketib qolibdi. Qarasa 6 yillik zakot bermagan ekan boy. Boshini qashlab tursa, endi bu paytga kelib azon aytib qolibdi, bomdod azon bo'lib qolibdi-da. Endi debdi, bomdodni qochirib qo'yish taqvodan bo'lmaydi, namoz ham o'qib olay, keyin bu yoqda bir gap bo'lar deb borib tahoratni olib tursa, bu azon tovushidan boy ham uyg'onib qolibdi. Qarasa hovlisida birov tahorat olyapti. Kim bo'ldi ekan deb sekin boribdi.